Assalomu alaykum. Hop, Assalomu hozir alaykum. bir kishi ular vaqti bo'lsa kiradilar, bo'lmasam kira olmas ekanlar. Videoni saqlanib bo'ladigan qilib yoqib qo'ydim. O'sha hozir mana shu joydan o'sha video zapis bo'lyapti. Hop. Hop, Doston. Sizning ismingiz yozilgan ekan, Doston aka. Sizning ismingizmi? Aka, nima deysiz aka? Bo'ldi, sizning ismingizni bildim, Dostonbek ekan. Sizning ismingiz nima deyman? Men KK deb yozilganga. Ozodbek Eshityapsiz? aka, Ozodbek. Ozodbek, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hop. Ha, rahmat. Bo'ldi. Hammada daftar olib mikrofonni yoqib qo'yaveringlar, bo'ldi. Endi bu yog'iga savol javob qilib, tushunsanglar ha yoki yo'q deb gapirib qilib ketishimiz kerak edi. Darsni уже sekin boshlayveramiz. Mikrofoninglarni ochib qo'yaveringlar. Hop, internet hammada yaxshi eshitilyapti, video, ovoz ham hammasi zo'r, ha? Ha, yaxshi. Bo'ldi. Ekranni ko'rsatishni boshlayman. Ko'rinyaptimi? Ha, aka. Ha, ko'rinyapti. Bo'ldi. Tiniqligi ham yaxshi, ha? Ha, taniq. Hop, bolalar qaranglar. Bizda meni labe. Hozir yo'lda edimda, endi boryapman. Iloji boricha ko'rib boraman. Aha. Bo'ldi. Mumkin aka, o'sha Bo'ldi. tashlab qo'ydim. Xo'p, bo'ladi. Ko'rib olaman. Tashlab qo'yiladi. Faqat bolalar bitta iltimos oldindan aytib qo'yaman. Videoni biron joyga tarqatib yorib, qilmanglar, xo'pmi? Xo'p. Aka, unaqa narsa umuman bo'lmaydi. Bo'ldi. Chunki bu narsa baribir mana slaydlarda o'zimiz mehnat bilan qilib chiqqanmiz. Bu narsani masalan internetdan topishinglar mumkin, lekin hammasi juda har xil buni yig'guninglarcha ancha vaqtinglar ketib qoladi. Aynan bizda mana bu kursda esa kichkina ixcham qilingan o'sha qisqa muddat ichida bemalol o'rganib, yaxshi darajaga chiqsanglar bo'ladi-da. Aha, xo'p aka. Shuning uchun shunaqa qilingan. Xo'p, hozir. Xo'p. Bugungi darsimizda bolalar sizlar bilan polniy forex, ya'ni o'sha bozorni o'zi nimaligi, u yerda nimada savdo qilamiz, qanaqa savdo qilamiz, faqat shu haqida qisqacha kirish bo'ladi. Bu qismda hech qanaqangi katta strategiyalar o'rgatilmaydi, keyin bir murakkablik yo'q. Lekin bitta narsani eslatib o'taman yana, o'sha darslikda mana shu narsa, ya'ni bitta kichkinagina pips, lot degan narsalar bor. O'sha narsani boshida yaxshi o'rganib olsanglar, keyin kelajakda kerak bo'ladi lekin. Ya'ni ham yuzaki qarab chiqamiz, ham bitta ikkita muhim narsalar bor. Bu muhim deb aytib o'tib ketaman. Agar nobodo eshitilmay qolsa, sirazi mashina bo'ldi, xira ko'rinli, qaytarib yuboring deb aytsanglar bo'ldi. Xo'p. Ana endi bozorda o'zi birjaga kelamiz. Birja bu butun jahon moliyaviy bozori. Xo'p, fond birjasi bor, valyuta birjasi bor, xomashyo birjasi bor, kriptovalyuta birjasi bor. Ana endi qaranglar, biz umumiy qilib hozir forex qilingan birjada savdo qilamiz. Ya'ni unda aksiyalar, o'sha qimmatbaho metallar mana birinchisida yozilgan. Valyuta birjasi forex bo'ladigan bo'lsa, mana shu forex ichiga aksiya, qimmatbaho metallar qo'shib hozir bitta qilingan. Ya'ni zamon rivojlangandan keyin hammasini, ya'ni forex ichiga birlashtirilgan. Forexda biz demak, qimmatbaho metallarga tilla savdosi bilan shug'ullansak bo'ladi. Bundan tashqari neft savdosi bilan shug'ullansak bo'ladi. Valyutniy paralar, ya'ni valyutniy para deganda mana masalan oddiy o'zimizning kundalik hayotda ham bo'ladi. O'zbek so'mini dollarga almashtirib kelamiz, to'g'rimi? Xuddi mana shu dollar sotib olgandek, ya'ni so'mga dollar sotib olgandek, bu yerda ham boshqa davlat pul birligiga boshqa davlat pul birligini sotib olib, o'rtada o'sha uni o'sishi natijasida farqidan foyda qilamiz. Ya'ni narx bir narxdan ikkinchi narxga ko'chganda biz o'rtadagi farq orqali foyda qilamiz. Tradingni o'zi o'sha birja, ya'ni men aytgan forex bozorida onlayn savdo qiluvchi o'sha shaxs. Trading bu savdo qilish. Trader esa o'sha yerda yakka savdo qiluvchi shaxs. Ya'ni siz hech qanaqangi kompaniyaga xizmat qilmaysiz yoki bironta joyga topshiriq bilan ish qilmaysiz. Faqatgina o'zingiz bemalol akkaunt ochib, o'sha aytib o'tgan narsalarimda narxlarda savdo qilishligingiz mumkin. Akkauntlar ochish, savdo qilishlarga hammasiga chuqur kiramiz. Ya'ni kursda hech kim bilimsiz bo'lib chiqib ketmaydi. Faqat darslar qoldirilmasdan
tushunmagan holatlarda sразу so'rab, to'g'rilab yetishib ketsanglar bo'ldi. Xo'p, Forexga kirish bo'ladigan bo'lsa, dunyodagi eng katta, eng faol bozor hisoblanadi. Kunlik aylanmasi bu yerda statistika 7,7 trilliard bo'lgan. Bu kunlik har xil o'zgarib turadi lekin. Ya'ni butun jahon shu bilan shug'ullanadi. Masalan, faqat trader odamlarni aytyapman. O'sha butun jahonda bo'lsa, hammasi faqat mana shu Forexning ichida ishlaydi. Endi masalan, kriptovalyuta bozori ham bor. U endi boshqa mavzu, boshqa soha desak ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda Forexda valyutalar narxi tebranishi natijasida savdo qilishingiz mumkin. Ya'ni narx tebranish deganda, bugun dollarda narxi qanchadir bo'lgan paytda siz sotib olganingizda, 1 yildan keyin, endi bu uzoq muddatda savdo bo'lib qolyapti. 1 yildan keyin uni narxi, deylik, bir kunda olsak ham ozgina butunlarga bo'lsa ham o'zgaradi. Ana endi siz masalan $100 sotib olib, ertangi kuni uni sotib foyda qila olmay qolishingiz mumkin. Chunki juda kichkina summa bo'lib qoladi. Lekin bu summani masalan kattaroq hajmda savdo qilsangiz, uni ham ya'ni anisi bilinadi. Farqi, foydasi bilinadi o'sha narsani. Endi biz ham xuddi shu Forexda narxlarni tebranishi orqali savdo qilamiz. Bu yerda hech qanaqangi AdXPetga o'xshatishlik yoki boshqa narsa emas. Chunki bu o'sha narxni rostdan o'sadi u narsa. Ya'ni butun jahonda o'sha masalan savdo paytida narx oshadi, tushadi, bu narxni farqidan foyda qilamiz. Ya'ni prosta tepaga ketadi, bo'ldi deb turib hech qanaqangi pul kelmaydi. Ya'ni AdXPet qimor o'yinlaridan farqi shunda. Xo'p, endi qaranglar, trading sohasini tushundinglar, nimalarda savdo qilamiz, hali nimada savdo qilishimizga yana to'liq kelamiz, o slaydda davomida bor. Bularni tushundik. Endi o'zi trader ekan, mana bugundan boshlab trading sohasiga kirib kelgan ekanmiz. Trader bo'ladigan bo'lsak, biz qanaqa vaqtda savdo qilamiz, qachon savdo qilamiz? Mana bu slaydda ko'rib turibsizlar, bu yerda Osiyo, Amerika, Avstraliya, Yevropa haqida vaqtlar qo'yib qo'ygan. Bu tushunarsiz turibdi sizlar uchun hozircha. O'zi vaqtlarga keladigan bo'lsak, trader inson bir haftada 5 kun ishlay oladi. Shanba, yakshanba xuddi davlat ishiga o'xshab, bu kunlar nima deydi? Bizda dam olish kuni. Birja, ya'ni bozor yopiq bo'ladi. Savdo qilishning imkoniyati yo'q. Mana masalan bugun yakshanba. Hozir men savdo qilish imkoniyatim yo'q. Xo'p, bir haftalik tushunarli, lekin kuniga qachon savdo qila olamiz? Bir kunda soat kechki 2 da, mana masalan hozir soat necha bo'ldi? 8 bo'lyapti. Kechki, agar hozir bozor aktiv bo'lganda, soat kechki 2 da bozor yopiladi va 4 da yoki 3 da ochiladi. Bu vaqtda ham hamma valyutni paralar, hamma qimmatbaho metallar, aksiyalar qotib qolgan holatda turadi. Hech kim savdo ocha olmaydi ham, ochiq qolib ketgan savdosi bo'lsa, uni ham yopa olmaydi. Bo'ldi, qotadi, bo'ldi, to'xtaydi. Xo'p, demak, kechki soat 2 dan 3-4 gacha bozorda nima bo'lar ekan? Yopiq holat bo'lar ekan. Xo'p, buni ham bilib oldik. Endi qaranglar. U yopiq emas paytda savdo qilsa bo'ladimi desanglar, ana o'shani ham savdo qilishlik kerak bo'lgan joyi bor, kerak bo'lmagan joyi bor. Ya'ni mana qaranglar. Bu yerda Avstraliya deb belgilab qo'ygan 4 ta bozor sessiyaga bo'lingan. Ya'ni o'sha fond birjasi, Forex bozorida 4 ta vaqt bo'lingan. Ya'ni soat 3:00 dan soat 10:00 gacha. Bu kechki soat, ertalabki eng tongi 3 dan ertalabki 10 gacha bo'lgan vaqtni bildirgan. O'sha 10 gacha Avstraliya birjasi ochiq bo'lar ekan. Ya'ni bunda nima deganisi? Mana shu davlat o'z sessiyasini ochiq deb e'lon qilinadi. Bu vaqt ichida mana shu davlatga yaqin bo'lgan yoki shu soatga kiradigan valyutalar sal tezroq qimirlashi, aktivroq bo'lishi mumkin. Ana undan keyin soat 10 dan oldinroq soat 9 da bu, ya'ni bu sessiya ochilmasidan oldin Osiyo sessiyasi ochilib ulguradi. Osiyo sessiyasida mana shu Osiyo davlatlariga kiradigan davlatlarda pul birliklari aktivroq yuradi. Xo'p, undan keyin soat 14:00 gacha davom etar ekan, lekin u yopilishidan oldin 12:00 da Yevropa ochib bo'linadi. Yevropada qaysi pul birliklari bor? Nima deb o'ylaysizlar o'zi? Yevro bor. Keyin London, masalan, Buyuk Britaniyani pul birligi bor, to'g'rimi? Ya'ni funt deyiladi. O'sha Britaniya funti bor.
yevro bor. Undan tashqari yana boshqa davlatlar o'sha pul birliklari bor. 12 dan soat kechki 8 gacha, demak, o'sha vaqt davom etar ekan. O'sha vaqtda boshqacha strukturalar ketadi. Ya'ni bozorda boshqacha holat bo'ladi. Ana undan keyin eng muhim vaqt bu Amerika sessiyasi. 18:00 dan soat kechki 2 gacha. Ya'ni mana qaranglar, bu yopilgunicha shu bilan Amerikada qolar ekan. Agar hozir bozor aktiv bo'lganda qaysi vaqtda bo'lardik biz? Qaysi sessiyaga kirgan bo'lardik? Hozir. Hozir soat 8 bo'ldi. Yo'q, kechki soat 8 bo'lyapti. Demak, Amerika sessiyasi soat 6 dan kechki 2 gacha-da. Ha. Agar ochiq bo'lganda Amerika. Endi qaranglar, bu vaqtlarda men sizlarga bitta indikator bor, hali bozorda o'zida ishlatadigan. Bunda sal noaniq yozilgan joyi ham bor ekan. O'shaning uchun men sizlarga ko'rsatib beraman. Endi qarang, savol bo'lishi mumkin. Aka, sessiya nima kerak o'zi? Misol uchun, ertalab bo'ldi, bozor ishlayotgan bo'lsa, savdo qilib ketaversak bo'ladi-yu desanglar. Hali darsimizda o'rtalariga kelganinglarda sekin tushunib yetasizlar, sessiya nimaga kerakligini. Bozorda ya'ni shirin, cho'tki mana siz xohlaganday yurib beradigan joyi bor. Sizni mana bu o'rgangan strategiyalaringiz ishlamaydigan joyi ham bor. O'shaning uchun sessiya muhim. Masalan, men o'zim Amerika sessiyasida savdo qilaman bo'ldi. Mana shu Amerikada shuncha 1 soat yetadi, ya'ni 1 soatda yetarli bo'ladi. Yevropada kiriladigan odat ham bor. Osiyoda kirsa ham bo'ladi. Ya'ni har bitta o'zini o'sha anisi bor, joyi bor. Mana shu sessiyalarda savdo qilib olamiz. Avstraliya sessiyasi deyarli ishlatilmaydi. O'sha bu paytlarda bozorda nostabil holatlar, tushunarsiz holatlar ko'p bo'ladi. Demak, Amerika, Yevropa vaqtlari juda yaxshi. Masalan, yana bitta bozorda odati borda, Yevropa sessiyasida agarda narx tushadigan bo'lsa bironta valyutani, Amerika sessiyasida ochilishi bilan o'sha narx ko'tarilishni boshlaydi. Ya'ni bir-biriga qarama-qarshi ekan. Bolalar, masalan, keyingi darslarda nechta sessiya bor desam, bemalol aytib, ya'ni savol-javoblardan o'qib ketishinglar kerak. O'shaning uchun diqqat bilan tushuninglar. Hozircha tushunarli bo'ldi, sessiyalar. Ha. Bo'ldi. Ana endi qaranglar. Xo'p, biz forex bozorida valyutalar haqida juda ko'p gapirdik. Valyuta. Xo'p. O'sha valyuta paralarini endi ichiga bitta kiramiz, chuqurroq kirishga harakat qilamiz. O'zi nimalar bo'ladi? Valyutni paralar ikki turga bo'linar ekan. Major va cross degan nom olgan o'ziga. Buni ikkalasini ajratishda vashi zo'r oson yo'li bor, qaranglar. Major degan para, ya'ni major paralariga major guruhiga deylik. Major guruhiga dollar ishtirok etgan valyutalar kiradi. Cross parasiga dollar ishtirok etmagan valyutalar kiradi. Ya'ni valyutni para o'zi ikkita davlat pul birligini bittalashtirilgan holatda kelib chiqadi-da. Mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Major paralarning misoli. Euro USD, ya'ni yevro dollar ekan. Men buni videoni o'qib bo'lganinglardan keyin, zapis qilib tashlagandan keyin daftaringizga yozib olinglar. Major, Euro USD, GBP USD hammasini yozib chiqish shart emas. Bitta ikkitasini misol qilib majorga, bitta ikkitasini misol qilib crossga yozib qo'yasizlar. Mana bu Euro USD, Euro GBP out NSD, ya'ni qisqartma so'zlarni bir ko'zdan yugurtirib chiqinglar mana. NSD nima degani ekan? Yangi Zelandiya dollari. USD ni buni yosh odam ham biladi, to'g'rimi? Juda taniqli. Major paralarni tushunib oldinglar, ha? Ha. Aha, o'zi necha kishi davom ettiryapmiz. Cho'ta bir kishi ha deyapti. Doston, sizdan gapirib turing. Yo'ldasizmi deymanda? Shu yo'ldaman deb ular aytdilar. Aka, men hozir alik qilib qolishim mumkin, o'chib qolishim mumkin. Bo'ldi, videoni men davom ettirib oxirigacha tugatib beraman. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Bu darsimiz o'zi unaqa uzoq davom etmaydi. Faqatgina mana shu bitta kirish qilib olsak bo'ldi-da. Aha, xo'p. Xo'p. Demak, majorlarni ham tushunib oldik, ha. Endi mana cross parasi. Crosslarga mana juda ko'p u. Endi nomlarini bemalol ko'rib chiqasizlar mana. Outcat, Avstraliya dollari, Kanada dollari. Ya'ni biz bozorda mana shulardan любой bittasini tanlab savdo qilib ketaveramiz. Bular har doim aktiv. Hali o'zimiz uchun ajratib olamiz ham. Qaysi bir paralar yaxshi yuradi. Biz masalan ko'p o'sha bilan
ishlaganimizda xatoliklar kam bo'lyapti. Demak, mana shu para menga yoqdi deb o'zimizga hali ajratib ham olamiz. Faqat hozircha boshiga hammasini o'rganishimiz kerak. Vazifa shuki, uyda mana shu qisqartma so'zlar qaysi davlat pul birligini yodlab olinglar, kerak bo'lib qoladi. Demak, valyutniy paralar ikkita turga bo'linar ekan. Major, cross. Majorda USD ishtirok etar ekan, mana USD bor ekan. Crossda esa boshqa davlat pul birligi, yana boshqa davlat pul birligi. Ya'ni USD ishtirok etmas ekan. Ana endi biz savdo turlaridan yana metallarga yetib keldik. Ya'ni savdo qilishimiz mumkin bo'lgan jism o'sha obyektlardan. Bu gold bilan silver. Buni hamma biladi. How USD nima u? Hag USD nima deb savol bersanglar, bu o'sha forex bozoridagi nomi. Mana bu gold esa bizda o'zimiz biladigan nom, tilla degan nomi. Kumush, masalan silver ingliz tilida, Hag USD esa bu birjadagi nomi. Ana endi broker. Qaranglar, biz bozorda savdo qila olishligimiz uchun o'rtada broker degan dallol turadi. Buni ko'cha tilida masalan oddiy xalqimiz tilida aytadigan bo'lsak, oddiy dallol, ya'ni siz bilan o'sha bozorni bog'lab turuvchi shaxs. Ana endi o'sha brokerni misol uchun men o'zim tanlab beraman sizlarga. Yaxshi broker, ya'ni ishonchli, o'zimiz ishlaydigan brokerlar nimasini tanlaymiz desanglar, ular soni ko'p, sifatlisi bor, sifatsizi bor, masalan yoki mashinaga bor deylik. O'zbekistonda filiali bor, yaxshi ofisi bor, ko'p klienti bor brokerlardan hali o'zim ro'yxatdan o'tkazdirib, o'sha pul solishlarigacha yordam beraman. Endi brokerda bitta tushunchasi bor ekan, mana shu yerda bilib olishimiz kerak. Spread degan tushuncha. Qaranglar, bu narsani sizlar hayotda ko'p ishlatgansizlar, lekin o'zingizlar bilmaysizlar nimaligini. Masalan, bankka kirdingizda, Ozodbek. Eshityapsizmi? Bankka kirganingizda sizga dollar sotib olmoqchi bo'lsangiz, ikkita narx aytadi, shuni eslaysizmi? Ya'ni sotib olmoqchi bo'lsangiz, boshqa narxda sotib olasiz. Sotmoqchi bo'lsangiz, boshqa narxda sotasiz. Ana shu o'rtadagi farq o'ta spread degan narsa. U masalan bankdagi holat, u bankning haqqi bo'ladi. Masalan bankning o'zini o'sha foydasi o'sha yerda bo'ladi. Brokerda ham xuddi shunday. Biz nimadirda savdo qilsak, masalan deylik outcut degan parasi, ya'ni Avstraliya dollari, Kanada dollarida savdo qiladigan bo'lsak, sotib oladigan bo'lsak, o'sha o'rtada 2 pips farq bilan sotib olamiz. Masalan 100 dollar foyda qilsak, o'shani spreadi bilan o'ziga olib qoladi broker. Kichkina qismchasini. U deyarli bilinmaydi. Lekin mana shu spread nimaligini bilib olishligimiz kerak. Spread bu broker har bir bitimdan olib qoladigan foydasi. Tushundingiz-a? Ana endi bu broker masalan sizdan mana pul olib qolyapti. Bu brokerda o'zini haqqi ekan. Endi u ham tekinga ishlamaydi. Mana bu yerda aytayaptiki, agarda sen sotish bitimini ochsang, mana bunaqangi narxda sotasan. Agar sotib olish bitimini ochsang, mana bunaqangi narxda olasan deb ko'rsatyapti. Xo'p, endi kredit yelkasi. Bu tushuncha nima deydigan bo'lsak, bu brokerda endi bitta bizga beradigan foydali tomoni. Mana shu juda yaxshi foydali tomoni hisoblanadi. Kredit yelkasi broker tomonidan bizga beriladigan kredit, ko'rinmas kredit. Qanday? Kapitalimizni 100 yoki 500, 3000 barobarga orttirib savdo qilishimizga imkon beruvchi broker xizmati ekan. Ya'ni qaranglar, mana masalan sizda hozir kistingizda 50 ming so'm bor. Xo'p, bitta narsani olib sotmoqchisiz, uni narxi 150 ming, lekin sizda klientingiz bor, o'sha narsani olsangiz, unga sotmoqchi bo'lsangiz 600 mingga olib qoladi-da. Lekin 50 ming plyus bor. U narsaning narxi 150 ming. Ana shu paytda masalan do'stingizdan 100 ming so'm olib turib, 150 mingni olib turib, o'sha narsani sotib olib, keyin u klientga sotib, klientdan pulni olib turib, do'stingizga ham qarzini berib, o'zingiz ham nima deydi, foydangizni olsangiz bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi bu yerda do'stingiz hech qanaqa pul olib qolmasligi mumkin. Bu bizga ko'rinmaydi-yu, lekin broker bu paytda ham o'zi savdo qilib foyda qilib oladi siz orqali. Lekin sizdan qanaqadir pul olib qolmaydi bu yerda. Mana shu kredit yelkasi juda foydali tomon. Men hali bu kredit yelkasini ham sizlarga to'g'rilashlar o'rgataman. Ya'ni brokerdan shot ochganingizdan keyin siz xohlagan turini tanlab olishingiz mumkin. Masalan, pulingizni 1 ga 500 qilib ko'rsatadigan qilib berishingiz mumkin. 1 ga 3000 lik tanlab olishingiz mumkin. Pulni raqamlari o'zgarmaydi. Masalan, balansingizga 100 dollar solsangiz, u 3000 barobar ko'payib ko'rinib qolmaydi. Faqatgina sizga hajm tomonlama yordam beradi. Bironta narsani olayotganingizda ko'proq olishingizga yordam beradi. Ko'proq oldingiz degani ko'proq foyda qilasiz deganda bu yerda.
Ana endi mana shu spreadni e'tibor bersangiz 2 pips deb belgilab qo'yilgan. Mana shu pipsga endi yetib keldik. Pips degani bu bozordagi o'lchov birligi. Xo'p, o'lchov birligi. Qanday o'lchov birligi? Mana masalan, mana chekada grafikani ko'ryapsiz. Bu yerda naqsh sifatida grafikcha ishlatilgan. Mana shu bironta valyutniy parani narxi mana o'sib borgan. Bitta ko'tarilgan, bitta tushgan, ko'tarilgan, tushgan, ko'tarilgan, tushgan. Mana shu qancha qism yurdi. Buni trader odam kimdir kirdimi deyman? Ayo. Ovozim qaytib kelib qoldi-da. Trader odam buni hozir. Dostonbek siznikidanmi? Meni ovozim qaytib kelyapti juda. Xo'p, pipsda nimaligini tushuntirish uchun mana shu narxni shu qismdan shu qismga ko'tarilguncha qancha qism ko'tarildi. Mana shuni o'lchashimiz kerak. O'lchash nimaga kerak desanglar, siz bu yerdan savdoga kirsangiz, shu yergacha ko'tarilsa qancha foyda qilishingizni chiqarib olishligingiz uchun-da. Ya'ni o'sha o'lchov birligi pips deb atalgan. Xuddi mana metr, santimetrga o'xshab bironta ishlatilgandek, foreksda ham o'lchov birligi bor ekan. Ya'ni narxni qaysidir narxdan qaysidir narxga ko'tarilgan paytda o'rtada qancha farq borligini bilish uchun pips bilan gaplashamiz ekan. Ozodbek deyman, misol uchun bugun analiz qilgan bo'lsangiz, analizingiz necha pips yurib berdi desam, o'sha paytda o'rganib olsangiz, hozir o'shani bemalol ayta olasiz. Demak, mana bu yerda misol qilib ko'rsatyapti. Pipsni o'rganib olishligimiz uchun. Qaranglar, GBP hamda USD. Bu nima bu Ozodbek? Bitta hozir siz aktivsiz. Hozir bu raqam o'zgarish bo'lyapti. Hozir aka. Yo'q. Raqamga e'tibor bermaymiz. Mana shu GBP USD nima o'zi? GBP USD. Valyutniy parada. Bu majorga kiradimi, crossga kiradimi? Ikkita turi bor deb o'rgatdim. Hozir ko'ra olmay qoldim o'sha joyni, hozir o'sha dedim. Majorga kiradi, ya'ni chunki USD ishtirok etgan. Tushundingiz-a? Bo'ldi. Videoni qaytadan takrordan ko'rib chiqasizlar, yana darsda polniy savol-javob bo'ladi. Uni 2 marta ko'ramiz qayta-qayta. 1 marta emas. Xudo xolasa. Bo'ldi aka. Qarang endi. Bu yerda mana bu narx bilan bu narxni, ya'ni bitta dona valyuta birligini ikkita narxini ko'rsatib qo'yapti. Ya'ni mana qizil ranglar o'zgarish hosil qilgan. Demak, bitta narsani tushunishimiz mumkin ekan. Valyutniy parada mana bir tochka 4 ta raqamdan keyingisi bor, 5-raqam. Xo'p. Bu inobatga olinmas ekan. Nimaga? Chunki buni o'zgarishi hech qanaqangi aniq qilib bermayapti, o'zgartirmayapti buni. Nimaga ikkinchisidan boshlab? Zarari ham foydasi ham tegmaydi. Bu qism ya'ni juda kichkina qismcha. Xuddi sizga dadangiz masalan 100 ming so'm pul bersa, 100 ming 100 so'm bergandek gapda, ana 100 so'm sizga hech qanaqangi foyda ham emas, zarar ham emas. Ya'ni juda kichkina bu. Birlik. Demak, biz valyutniy paralarda butundan keyin 4 ta raqamni ishlatar ekanmiz. O'sha 4-raqam mana ko'tarilsa, mana 8 dan 9 ga ko'chsa, necha pips o'zgarar ekan? Mana tagiga yozib qo'ygan. 1 pip deb. 1 pips o'zgaradi. 1 pips, ha. Demak, siz mana bu 8 dan bu 9 ga ko'chganini ko'rdingiz, demak siz aytasiz 1 pips o'zgardi. Endi buni kalkulyatorda ishlatishni yo'lini o'rgatib qo'yaman. Qaranglar, kalkulyatorda ishlatish uchun ikkita valyutniy para berilgan bo'lsa, masalan, mana shu raqamlar, mana shu raqam, ikkita raqam ketma-ket berilgan bo'lsa, siz kalkulyatorda qanday ishlatasiz? Butunini olib tashlaysizda. O'sha polniy raqamni hammasini yozib bir-biridan ayirasiz. Butunsiz yozib ayirsangiz bo'ldi, kelib chiqadi. Faqat butundan keyin 4 ta raqamni olib qolib. Mana biz 5-sini qo'shib olmaymiz. Mana misol uchun bitta misol qilib men gruppaga yozaman, qaranglar. 1 tochka 234 5. 6 deylik mana. Ikkinchi raqam 1 2 3 deylik 56 6. Mana. Ikkita narx ko'rinyaptimi? Tashladim. Men buni deylik mana pastiga yozaman. Bu deylik USD CAD degan valyutniy para. Mana shu ikkita narx o'rtasida necha pips o'zgardi desam, Ozodbek qanday ayirar ekansiz kalkulyatorda?
Ozodbek yo'q, chiqib ketgan u bola. Siz bormisiz? Doston siz borsiz, ha? Bo'ldi. Dalcha aytib ketaveraman. Bittanglar kirdinglar, bittanglar chiqib ketdinglar. Umumiy videoda ketma-ket tiniq qilib tushuntiryapman lekin. Bo'ldi. Bemalol ko'rib olasizlar. Qarang. Bu paytda siz doston qanday ayirasiz? Ya'ni butunini olib tashlab va butundan keyin nechta raqam? 4 ta raqam turib. To'ppa-to'g'ri. Endi qarang, men kalkulyatorda yoqaman hozir. Mana kalkulyatorga kirib oldim. Kalkulyatorga yozaman. Birinchi raqamni yozib olaman. 12 34 5, to'g'rimi? Ha. Mana 12 34 5 to'g'ri yozdimmi, yo'qmi? O'shani bitta ayting. To'g'ri. Ikkinchi raqamni endi siz ayting. Mana buni qanday yozaman? Buni ayruv belgisini qo'yib olaman, ayiraman. 12 35 6. To'ppa-to'g'ri. 12 35 6. Bitta ayirish tugmasini bosaman. Agarda minus chiqib qoladigan bo'lsa, bo'ldi. Minusini olib tashlaysizlar, bo'ldi, e'tibor bermaysizlar. 11 pips o'zgarish bo'lgan ekan, ha? Ya'ni men yozgan narxda 11 pips o'zgarish bo'lgan. Demak, tushunib oldingiz, ha? Ha, tushunaman. Yaxshi. Demak, pips degani xuddi shu narsa ekan. Men sizlarga uyga vazifa sifatida 5 ta yoki 6 ta xuddi shunday ikkita narxdan iborat valyutniy paralar tashiyman. O'rtadagi pipslarni hisoblab chiqasizlar o'zingizlar. Bo'ldi, tamom. Ana endi lotga yetib keldik. Ana lot nima degani desak, pips masalan bozorda o'lchov birligi bo'ladigan bo'lsa, lot esa bu hajm. Hajm nima masalan? Hajm bu bozorda nimadirni qanchadir miqdorda sotib olish. Siz bozorga kirib nimadirni 2 ta bering, 3 ta bering deb so'rashingiz mumkin. Do'konchi ham beradi. Lekin bir xil optim do'konlar bor, o'zining qonun qoidasi bor. 2 ta berib yuboring aka desangiz, bizda deydi mana shuncha qonun qoida bo'yicha bir korobka olmasang sotmayman deydi, to'g'rimi? Shunaqa. Men o'zimdan endi men o'sha bozor, ya'ni o'zimizni hayotga ham taqqoslab tushuntiryapman. Lot esa bu forex bozoridagi, ya'ni qoidadagi gap, ya'ni bir siz qanchadir miqdorda plyusga sotib ola olmaysiz nimadir. Faqatgina hajm bilan sotib olasiz. Demak, hajmlarda bu yerda o'sha boshlarini ko'rsatib qo'ygan. Eng kichkina hajm, ya'ni siz eng kamida sotib ola oladigan lotingiz, lot orqali nimadir sotib olishingiz, buni mana 0.01 lot ekan. Bu eng kichkina hajm. Demak, biz masalan tilla savdosiga kiradigan bo'lsak, tillarni sotib olayotgan paytimizda biz eng kichkina qancha ocha olamiz ekan? 0.01. Undan 0.1. To'g'ri. Agarda eng kattasi qanaqa desangiz, eng kattasi cheksiz bu yerda yo'q. Bemalol 50 lot desangiz ham bo'ladi, 100 lot desangiz ham bo'ladi, lekin unga bizning kapitalimiz yetmaydi. Qaranglar, endi 0.01 lotda savdo qiladigan bo'lsak, 1 pips o'zgarsa, bu yerda yozib qo'ygan Euro USD 1 pips harakatda siz qancha foyda qilasiz? Qaysi lot bitimini ochgan bo'lsangiz. Bu yerda mana 0.01 lot ochgan bo'lsangiz, demak siz 0.1 dollargina foyda qilasiz. Kichkinagina foyda. Kichkinagina lot ochyapsiz, kichkinagina foyda qilasiz. Bu bozorda 1 pips haqida gap ketyapti. Masalan 10 pips bo'lsa boshqacharoq foyda bo'ladi bu yerda. Agarda bitim endi lotni kattalashtiramiz. 0.1. Demak, 0.1 lotda bitim ochadigan bo'lsak, biz har bir pipsda, ya'ni 1 pips o'zgarsa, mana bu yerda misol bor-ku, mana. Mana shu GPU'ning 1 pips o'zgargandi-yu, xuddi shunday o'zgargan paytda biz 1 dollargina foyda qilar ekanmiz. Lekin biz bozorda 1 pips savdo qilmaymiz hech qachon. Baribir har bitta bitimimiz 100 pips, 150 pips, 30 pips, 40 pips, mana shunaqangi katta anunda bo'ladi. Demak, biz ham lotga qarab foyda qilaveramiz ekan o'sha. Endi bir lot ochadigan bo'lsak qancha foyda qilamiz degan savolga bu yerda 10 dollar deb ko'rsatyapti. Demak, siz 1 lot Euro USD ni sotib oladigan bo'lsangiz, 1 lot hajmda. Demak, u 1 pips harakat qilsa 10 dollar foyda qilar ekansiz. Harakat qilganini qayerdan bilsak bo'ladi uni? Yo'q, o'zi harakatlar hali kelamiz. Mana narx o'sib boryapti-yu. Bo'ldi. Tepaga narx o'sgan, ya'ni raqamlar o'zgarsa ham bo'ldi, o'sha harakatda narx oshadi. O'sha har bir oshganni, qancha pips oshganini bilsangiz, siz
lot bilan topib olasiz. Endi qaranglar, bu yerda o'sha mana bir lotga $10 deyapsiz. Osmondan kelyapti. Bu qayerdan oldingiz bu narsani desanglar, formulasini yozib beraman. Qaranglar mana. Pips ko'paytirilgan lot ko'paytirilgan 10. 10 bu formulada bor. Masalan, siz bironta valyutni parani sotib oldingiz, 30 pips tepaga ko'tarildi, ya'ni. Tasavvur qiling. 30 pips tepaga ko'tarildi, bir lotda bitim ochgansiz. O'shani menga hisoblab bera olasizmi shu formula orqali? 30 pips tepaga ko'tarilganda? Aha, 30 pips ko'tarilganda bir lotda o'sha bitim ochganmiz. Qancha dollar foyda qilgan bo'lamiz? Bu dollarni topish formulasi. 30 bo'lsa, 3000 bo'ladimi shunday, 300 bo'ladimi? 30 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 10. $3000 bo'ladi, ha? 3000 ga. Hozir bir lotda ochgan bo'lsa, Yo'q, bir lotda emas, to'xtang, bir lotda. Mana bunday adashtirib yubordingiz meni ham. $300 bo'lar ekan. $300 bo'ladi. O'shani 30 pips yurgan, deylik mana 30 pips bir lot. Buni men joylarini sal ochaman va oddiy 10 bo'ldi. $300 foyda qilar ekanmiz. Demak, lot aralashtirib pipsni ana qilib buni ham tushunib oldingiz, ha? Demak, endi keyingisiga o'tamiz. Bu men kerakli degan narsa mana shu pips bilan lot edi. Mana shuni yaxshilab tushunib olinglar, videoni qayta ko'rib, o'shan savol bo'lsa yozaverasizlar bemalol. Endi tahlil turlari. Tahlil turlari nima degani? Bu mana bozorda savdo qilayotgan paytimizda biz analiz qilishimiz kerak. Narx qaysi tomon ketadi? Pastga ketadimi, yuqoriga ko'tariladimi? O'sha paytda bizda tahlil qilishimiz kerak. U tahlilda endi turlari bor ekan. Birinchisi bu texnik tahlil. Ya'ni texnik tahlilda biz bozorda har xil chiziqlar tortishlar orqali, agar internetlarda kuzatgan bo'lsanglar, o'sha chiziqlar tortib, har xil narsalar ishlatib, bozorda qayerga ketishini aniqlaymiz. Bu yerda hamma narsa bilim bilan bo'ladi, hech qanaqa taxmin emas. Ikkinchisi esa bu fundamental tahlil ekan. Bu yerda ham stikerga e'tibor bersangiz, news deb yozib qo'ygan. Ya'ni yangiliklar orqali. Yangilik nima? Masalan, misol uchun yangiliklar mana investing.com va bloomberg.com. Buni alohida har bitta tahlilda o'zini mavzusi bor. Bunga chuqur kirishamiz. Faqat hozir texnik tahlilda umumiy nechta turga bo'linishini, tahlillar turlarini ko'rib chiqamiz. Bu fundamental tahlilda yangilik deganim, bozorda har kuni yangiliklar chiqib turadi. U yangiliklar statistikalar bo'ladi. Masalan, dollarni qanaqadir ta'sir qiladigan statistika e'lon qilinadi, o'sha paytda bozorga ta'sir ko'rsatadi. Yangilik paytda bozor juda ham kuchli harakat qiladi. Tushundingiz-a? Masalan, endi e'lon qilinmaydigan yangiliklar oddiy mana hozir urush bo'lyapti. Falastin bilan Izrailda urush bo'lyapti. Bu urush ham mana shu forex bozoriga ta'siri bor. Masalan, tilla narxi oshadi, neft narxi oshadi. Neftni misol uchun bilasa kerakligini, masalan, bu yoqilg'i. Urush paytida bu narsa juda kerak bo'ladi. Bular aytilmaydigan, qanaqadir bozorda e'lon qilinmaydigan yangiliklar. Yoki mana koronavirus payti. Koronavirus paytida qaysidir kompaniya aksiyalari oshgan, qaysidir kompaniya aksiyalari tushgan. O'sha yangilikka aloqador bo'lsa, ya'ni. Xo'p, shamlar tahlili deb uchinchisi ko'rsatilgan ekan. Ya'ni mana bu yerda chekada bozor harakati ko'rsatib qo'yilganda tepaga ko'tarilgan, ko'ryapsizmi? Bu yerda e'tibor bersangiz, bitta, ikkita mayda cho'pakchalar turibdi. Mana shular shamlar deyiladi. Bularga qarab savdo qilishdik. Ya'ni bunga ham chuqur kiramiz. O'zi bozor qanday harakatlanadi, nimadan tashkil topadi, ularga chuqur kiramiz. Hozircha texnik o'sha tahlil turlarini bilib olsak bo'ldi. 3 ta ekan: texnik, fundamental, switchnoy. Switchnoy degani mana shamli tahlil. Shamlar bilan tahlil. Aka fix e'tiboringiz uchun rahmat. Xo'p. Bugungi darsimizni mana shu yerda tugatamiz. Hozir mana shu nimalarda savdo qilishligimiz, qanaqa valyutniy paralar bor ekan, metallar qanaqa ekan, pips nima ekan, lot nima ekan, nimalarda qanaqa tahlillar qilar ekanmiz, buni polniy hammasini ko'rib chiqdik. Agarda videoni ko'rib, Dostonbek hammasini yozib daftarga,
qanaqadir savollar bo'lsa yozib hammasini bilib olsanglar, bu degani birinchi etapli fundament qurildi degani. Darsimiz davomida ketma-ket o'rgatib boraman. Agar har bittasini to'g'ri tushunib ketsangiz, balansingizga pul solsangiz, o'shani yo'qotib qo'ymasdan savdo qilasiz, foyda qilasiz faqat. Tushundingiz-a? Xudo xolasa, yo'q, zarar ham bo'ladi. Albatta, u zarar sizni asosiy foydangizga nima deydi? Ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, bir kunda siz oddiy ko'chada deylik bitta ish qilasiz, qanaqadir ish qilasiz, 1 million foyda qilayotgan bo'lsangiz-da, uyga qaytayotganda radarga tushib qoldingizda 300 ming so'm ketdi. Deylik. Lekin asosiy foydada, umumiy holatda siz baribir foydada turibsiz. Endi 1 million 600 ming so'm shtrafga tushsangiz nima bo'ladi? 1 million topganingizda nabarotuga zararga kirib ketyapsiz. 600 ming so'm. Bunaqa holat bilimsiz odamda bo'lib qoladi. Lekin xudo xolasa bilim bilan, mana shu men aytgandek, o'zimiz strukturam bilan chiqsanglar, xudo xolasa minus bo'lsa ham qoplab ketiladigan minus bo'ladi. Bu narsa masalan men o'zimda ham, boshqa treyderlarda ham bo'ladi. Minus qilmaydigan inson yo'q. Lekin noto'g'ri minus qilmaslik kerak. Ya'ni bu oxirgi plyusni ham yo'q qilmaslik kerak-da. Tushundingiz-a? Bunda adani ekspert tikirib oxirida o'zini bir nima qilib qo'ygandek gapirdiki. Xuddi shunday. Adani ekspert bu haqiqiy azart bilan prosta taxmin qilinadigan omadga suyangan narsa. Lekin bu yerda hamma narsa bilim asosida. Ya'ni o'sha narx ko'tarilishligi. Buni bittagina biz siz bilan o'rganyapmiz. Bitta dona biz shug'ullanmaymiz. Butun dunyodan o'sha katta insonlar ham shug'ullanadi masalan. Bu sohani. Lekin adani ekspertni bilasiz, kimlar shug'ullanishini baribir. Faqatgina omad taxmin o'sha narsa bilan o'qilinadi. Bitta savolim bor edi aka. Aha. Qancha vaqtgacha darslikni o'rganib, keyin nimada ishlash? Qarang. Men o'zim dars tugagandan keyin ham yordam beraman. O'sha polniy hammasini foydaga chiqib olguninglarcha. Darsimiz 1,5-2 oy davom etadigan bo'lsa, mana shu darsni o'zi o'rtalariga kelganda o'zingiz aytasiz menga, "Sekin aka, pul solsam bo'ladimi? Tushunyapman" deb aytasiz. Lekin hali solmay turamiz. O'zidan o'zi. O'zi sekin o'sha fikr uyg'onib, hamma narsaga tushunish boshlanadi. O'sha paytda keyin men sizga aytaman, mana shu vaqtda solamiz, ishlashda boshlaymiz deb. Har kuni natijalar bilan bo'lishib, bir-birimiz bilan foyda, zarar haqida gaplashib ketamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Unisini o'zim anusini qilaman. Bo'ldi. Bugun unda darsimiz tugadi. Men zapisni xudo xolasa 5-10 minut ichida tashab qo'yaman. Bo'ldi, xo'p akajon, rahmat katta. Xo'p, mayli. Kirganlarga rahmat, qolganlar o'sha videoni ko'rib, ana qilinglar. Faqat tarqalib ketishligini oldindan aytdim, o'shani e'tiborli bo'lasizlar. Bo'ldi. Birinchi darsimiz unda tugadi. Xo'p, mayli, Dostonbek, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Xo'p, yaxshi bo'ling.